Aniyurt romanidagi muhim jumla va abzaslar. Aniyurt ikkinchi qism. Uyg'urlar mehmondo'st xalq. To'rttal Xitoy ularni so'raydi. Xitoylarning Uyg'urning yeriga kirib oldi. Yana texi bu yer bizning deydi. Sepilni nimishqa qo'rg'asqa so'qmading? Shinjong degan so'zning ma'nosi yangi chegara degan gapkan. Sening bo'lsa nimishqa yangi deysan? General Kalpakovskiy G'oljini 10 yil so'raganda nimishqa Shinjongga askar kirgizib, hamma yerni besilib, bu yerda Uyg'ur davlati qurmadi? Sizlar Uyg'ur xalq Stalindan umid kutmanglar. U sizlarga hargiz yo'l qurib bermaydi. Shinjongning yeri keng, munbat, mol chorva deganni qancha qilaman desang, shunga imkon bor. Meva-cheva, ko'ktat, dal-daraxt, oltin kumush, neft, tabiiy gaz nima desa shu bor. Lekin bu yerning ana tuproqning xalqi nodon, kambag'al, bechora. Biz Yan'anning g'albi xabarini kutib turdi ekanmiz. O'z oldimizga hukumat bo'la olmaydi ekanmizmi? Yo'q. Uningga xalq unimaydi. Biz Mong'oliyadek bir sotsialistik davlat quramiz. Sotsializm qurmasak bu uruslar bizni bir kunni turg'izmaydi. Uni qilamiz. Lekin davlat bo'lishimiz kerak. Unimizcha Shinjong degan nomni yo'qotib, boshqa nom qo'yib, Sovet ittifoqiga qo'shilamiz. Uningga Stalin unimaydi. Sizlar miltiqni Gomindan qaratib atsizlar. Vazifanglar birla. Gomindan quvab chiqarish. Kelgusida quriladigan hukumatni Stalin belgilaydi. Zalimlik, mustabidlik urushni biz Uyg'ur qilamiz. Qonni biz to'kimiz. Buyruqni Sovet urus beradi. Taqdirimizni uruslar, yanlar belgilaydi. Hamma odam tug'ilgan joyda yashasa, dunyoda jidalmi, qirg'inmi bo'lmasa deyman. Xitoylar Kulidan kelmasa, Shinjongga majra, zulm nerdan keladi? Yerimizga kelida yerni dastashni yaratmay, beshimizga dastaydi. Mundaqmi noinsof haq bo'ladi ekan. Tirilish degan romanda butun Rossiya bir turma deganga o'xshash, bizning yurtimiz Shinjongmi hozirgi bir cho'ng turmaga, siyosiy turmaga aylandi. Biroq Shinjong 2000 yildan beri Jang Jichen, Benchavlar qadim bosgandan tortib, bizning yerimiz ekanligini munozir talab qilmaydigan paketda. Bu biz xanzularning biz ko'z qarashimiz. Chet elliklar undaq qaramaydi. Misoli, Saddichin Sepilni nimishqa Shinjong ichiga so'qmading? Shinjong sirtida qoladi. Yana nimishqa bu zamonga Shinjong yangi chegara deb nom qo'yilgan? Bu nom 1884-yilda qo'yildi-ku, desa tilimiz tutib qoladi. Uning ustiga bu zamondagi millatlarni odam o'rnida ko'rganlarimizmi rost? Bizdagi haddidan ziyoda millatchilik, milliy zulm, milliy kamsitish, xo'rlashmi bir paket. Muni o'tganki qo'g'ilgan qochqonlarning ta'tirishi safar boshlagan azmatlarning yeshil bayrog'i tarix betiga nimalarni yozarkin? To'kilgan ter bilan qon, cho'llarda qoladigan yigit so'ngaklari, beshi qo'rimaslarning aslimasi, ularmi yoki faxrlanguchilarning obidlari bo'lib qolarmi? Yermi Uyg'urlarning, lekin ularni biz Xanzu xalq so'raymiz. Biz so'ragankanmiz, izimiz, hukumat, askar, soqchi, qonun bizning. Xalsak o'ltirdik, turmaga soldik. Shuncha boyliq, mashina ichkirib kelayotgan oltin kumush, uncha marvoyat, xosh tishi, pul dunyo ularning.